Qizchaga qachondan boshlab sirg'a taqishni maslahat berasiz? Qiz bolaga 1 yoshdan oldin sirg'a taqishni maslahat bermayman. Nima uchun? Oldingilar tug'ilishi bilan taqib qo'ygan-ku deyishadi. Oldingi bolalar bilan hozirgi bolalar bir xil emas-da. Hozirgi akselerat, hozirgi bolalar onani qornidan o'zi radiatsiyaga chulg'angan. O'shaning uchun hozirgi bolalarda sirg'a taqishingiz quloqda mochka deydi. Xitoy xalq tabobatida именно quloqni shotidan turib bir nechta tochkalarga ta'sir qilish bor. Yaqinda bir bolacha keldi, shotida, ya'ni quloqni mana mashtida, yana bir joyida kichkina to'r burchak ninachala turibdi. Ninacha deb taxtacha bilan mustahkamlangan. Bu nima dedim men onasiga? Bu deydi, bolam dedi 4 yoshgacha gapirmadi dedi. Keyin dedi, bolamni bir Xitoy doktor bor ekanlar dedi. Shularga olib boruvdik, tochkasi shu yerda ekan dedi. Gapirishi dedi. O'sha tochkaga ta'sir qilib miyaga qanaqadir bir qo'zg'atuvchi signallar berib, miya gapirishga boshlabdi bola. 4 yoshgacha gapirmagan bola 3 oyda gapirib ketgan. O'shandan keyin men o'yladim-da, demak biz boshidan teshib qo'yamiz-ku. Qaysidir nuqtalarga balki salbiy ta'sir qilib qo'yar ekanmiz-da.